qiyin vaziyatga yordaminglarni ayamayli. Yarim ko'nglim qani to'lsaydi. Azizlar, ehsonning mukofotini ehson deyishgan. Zero kim bizga eng yaqin qolgan diniy bayramlarimizdan biri bo'lgan Qurbon hayit arafasida o'tirgan ekanmiz. Sizlar bilan nima deydi? Insonparvarlik sifatida chiroyli bo'lib video murojaat bilan chiqmoqdamiz. Ayni daqiqada Zebinus opamizni ko'rgani kelganmiz va ular uchun maxsus operatsiya qilish kerak ekan. Ularda ikkala buyrakning ham qurish patsientlari bo'lmoqda. Bu jarayonlarni esa faqat va faqat chet mamlakatida, ya'ni Hindistonda operatsiya orqali amalga oshiriladi. Ushbu jarayonga esa bularda hozircha yetarli mablag' mavjud emas. Qurbon hayiti arafasida ehson qilmoqchi bo'lgan azizlarni, tadbirkorlarni, o'zini bir yaxshi ehson bilan xursand qilmoqchi bo'lgan insonlarni homiylikka taklif qilamiz. Ya'ni kim bularga kamida 20 ming AQSh dollarida yaxshi bir mablag' kerak bo'ladi. O'zingizlarni hissinglarni qo'shasizlar degan umiddamiz va e'tiborsiz qoldirmaylik. 1000 so'm bo'lsa ham yuqorida sizga karta raqamlar qoldiramiz, telefon nomerlar qoldiramiz. Istasangiz agar kelib bemalol hollardan xabar olib ehsoningizni naqd shaklda ham berib ketishingiz mumkin bo'ladi. Azizlar, bee'tibor qoldirmaymiz. Barchani mana shu videoni tarqatib yordam qilishga chorlab qolamiz.